Xurshbekni ham joyimizga olib keldik. Mana go'shi. Endi bizni guruchdan ham bitta tortib ko'ramiz. Hani akamiz gapiryapsizmi-ku yo'qmikan? Bir kilo ursak 2 dollar. Mana shunday so'rasa Idishimiz yo'q. Mana tara 00 aka tarozi ham olib qo'ying mana. 00. Hop, bundan endi solib 1 kilo solasizmi? 5 kilo olasizmi? 560 grammmi? 1 kilo topamiz. Ha. 1 kilo chiqsa bo'ldi bizga. Necha kilo olsangiz? 00 chiqib qolsa bo'ldi. Bismillah. Necha kilo olsangiz? 1 kilo 560 grammni o'lchalashimiz. Yaxshi o'ylab. Oluvchilarga, o'yin ishtirokchilariga faqat 1 kilo olish shart emas. 10 kilo olsangiz ham, 100 kilo olsangiz ham, 5 kilo olsangiz ham kelib o'yinimizda ishtirok etsangiz ham bo'laveradi. Faqat 1 kilo uchun bo'lib olmaslik kerak biz o'yin. Chunki bizni o'yin guruchimiz arzonligi hisobidan 5 kilo ko'proq olsalaring yaxshi. Kichik ko'pda. Xohlang qo'shing, xohlang. Qani, nima deymiz? Omad. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q! Menda 10 edi, sizda 5. Zo'r. Biz ekranga bonusimiz bor sizda, aka, yo'qmi? Menda bonus yo'q, chunki sizdan men 10 gram adashdim-a? Yo'qmi? Qani ko'rsating. Hech chiqsa bir 50 ta guruchga adashibmiz. Kelib o'ynab 200 dollar pulni olib ketinglar. Tak что yutish imkoniyati bor. O'ylamasdan kelaverasizlar. Assalomu alaykum.